5 yil avval. La'natlar, jin ursin sizlarni. Pullarimni qayerga yashirishdi? Ko'nglim sezyapti, pullar shu yerda. Imillamang, yaxshilab qidiring. Birorta ham joy qolmasin. Ana u yerni ham qarang. Xo'jayin, bir nima topdik. Jin ursin sizlarni. Solton dengizi, Kaliforniya. Jackpotni urish. Mashina yuvish shoxobchasi. Qimirlamang, qo'lingizni ko'taring. Qurolingizni tashlang. Ortingga. Bu yer toza. Qolgan joylarni ham tekshiring. Biz Bruksning ortidan boramiz. Qimirlama. Qo'lingni ko'tar hoziroq. O'rningdan qimirlama. Britaniyalik. Damien Brooks, qo'lga olindingiz. Aha. Qo'lingdagini tashla. Qani yur. Va nihoyat. Qo'lga tushding. Ha, shunga o'xshayapti. Har doim shunday ochiq joylarda yashirinasanmi? Bir marta yashiringan joyimga qaytib bormayman. Men yashirinmagandim, siz ham. Tushunarli. Karteldan sen alonni o'g'irlamagansan, shundaymi? Yo'q, Algordo bilan munosabatimiz yaxshi. Bu uning moli emasdi. Meniki ham. Quloq sol, men faqat nasha olgani kelgandim. Endi buni farqi yo'q. Sen hibsga olinding. Uni saqlab yurganing uchun qamalasan. Ammo sen ko'proq umid qilganding. Sen bilan 10 yildan keyin ko'rishamiz menimcha. Ha, bo'lishi mumkin. Uni ko'zimdan yo'qoting. Ko'rishguncha, sherif. Yangiliklar. Xabar berilishicha, kamida 4 nafar odam halok bo'lgan. Bitta britaniyalik va Senaloning bir necha a'zosi. Mahalliy sherif yuz bergan halokat tufayli ishdan bo'shatildi. Sherif Taker, kecha yuz bergan voqea haqida ma'lumot bersangiz. Sherif Taker. Yangi xabar. Okrug sherif William Takerni vaqtinchalik lavozimdan ozod qildi va marixuana savdosi bilan shug'ullanganlikda gumon qilinayotgan shaxslarni hibsga olinishi bo'yicha ichki tekshiruvlarni boshladi. Yangi tafsilotlar to'g'risida voqealar rivojiga ko'ra xabar beramiz. Sherif William Taker rasman iste'foga chiqarildi. Uning boshchiligidagi otishma gubernatorning e'tiborini jalb qildi. Reyd natijasida esa
10 funtga yaqin marixuana va bir nechta noqonuniy qurol aslahalar topilgan. Eng ko'zga tashlangani 3 nafar chet ellik fuqarolarning halok bo'lgani edi. Britaniyalik nomi bilan mashhur bo'lgan lider Damien Brooks marixuana saqlab kelgani uchun 5 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. William Taker ushbu ish bo'yicha intervyu berishdan bosh tortdi. Octon Entertainment, Ton of Heights va Sescree Productions taqdim etadi. Christian Sesma filmi. Rollarda Luke Goss, Val Kilmer, Mike Hatton, Paul Sloan, Mirta Michelle, Mara Fimbers va boshqalar. Bastakor Nima Fakhrara. Tasvirchi Stefan Coulson. Ssenariy muallifi va rejissyor Christian Sesma. Coachella vodiysi. Hozirgi kun. Qizaloq. Yovvoyi. Nima? Salom, menga qichqirma. Kim bu? Kim deb o'ylaganding? Dadajoningman. Aljirama, nima xohlaysan? Dugonang qayerda? Bekorchilik bilan band har doimgidek. Ikkalangiz ham menga keraksiz. Qizaloq va yovvoyi. Ish bormi? Ha, bor. Reja qanday? Londonlik do'stimiz bir necha soat oldin qamoqdan chiqdi. U bilan uchrashuv tashkil qilaman. Hammasi aniq bo'lgach o'zim xabar beraman. Yana bir kishini olib borishim kerak. Kimni nazarda tutayotganimni tushundingiz? Uni ham chaqirib ko'raman. Yana biz bilan ishlab ko'rsin. Ajoyib. Ustiga ustak cho'chqadek semirib ketgan. Uni bir amallab yurishga o'rgata olamiz. Ish haqida gapirmasa ham bo'ladi. Hech qisi yo'q. Bir ilojini topib ko'raman. Siz esa tayyor turing. Baquvvat. Here is something that you can't understand. How I can just kill me. Here is something that you can't understand. How I can just kill me. Dressed in all black like we headed to a funeral. About to get wild call stage. Geolokatsiya aniqlandi. Video, cop back and split it, yo. About to make this rapper feel like he had a video. Meni do'stim, g'ururli ota, yana birozdan so'ng tuman prokurori bo'larding. Seni yigitlaring oldida biz ancha qarib qoldik. Vaqt kelsa bo'lamiz. Vaqt bizni dushmanimiz. Sen qilgan ish. Men qilmadim. Faqat sen nimadir qila olding va bu uchun javob berding. Lekin prokuraturadagi o'sha ikki ovsar qilmishlariga yarasha jazo olishdi. Qo'ysangchi. Afsus, bu karyerangga yomon ta'sir ko'rsatdi. Lekin bu tugadi degani emas. Bugun qanday kun bilasanmi? Bugun qushcha qafasdan ozod bo'ladi. Men shuni kutyapman. Britaniyalikni aytayapsanmi? Men uni qafasga qaytaraman. Qutqarish uchun. Bill. Ketishim kerak. Taker.
Qayoqqa? Ishga yaqinda qaytaman, xavotir olma. Issiq suv bor. Hojatxona ishlaydi. To'g'ri, unchalik shohona emas. Yo'q, bu yer unchalik ham yomon emas. Meni kalitlarimmi? Yo'qotib qo'yma. Menga savoling bormi? Komendantlik soati tushunarlimi? Ha, xonim. Yaxshi. Endi meni yangi oyoq kiyimim bor. Ha. Umuman olganda ham. Demak, qorong'i tushguncha uyda bo'lishing kerak. Seni yana tizimga kiritishim uchun bir necha suhbatlardan o'tishing kerak. Bu yerda senga kerakli hamma narsa, avtobus uchun yo'l chiptasi va borishing kerak bo'lgan manzillar. Keyin sen yuk uchun o'tirib chiqqanding. Endi esa bu qonuniy. Ikki xil holat. U yerda gerayn yoki ko'kschalik qattiq qo'l emas, ammo qonun baribir qonun. Men esa vazifamni bajaryapman. Bo'lmag'ur narsalarga meni bezovta qilmaysan. Men esa seni. Kelishdikmi? Kelishdik, xonim. Yaxshi, ham bu yerda televizor bor ekan. Uni kabeli yo'q. Lekin dekoderi bor. Wi-Fi ishlaydi. Umuman olganda yashasa bo'ladi. Bruk, faqat bir narsa yoqmayapti. Meni xonim deb chaqirma. Layla. Nima? Dekoder nima degani? Tez orada tushunib olasan. Bilag'on. Salom, Jim. Mana qahvang. Rahmat. Men bilan borishni xohlaysanmi? Hoy, qizaloq. Xayokani vegan tuxumlari bilan mehmon qil. Yeb ko'rsang juda yaxshi. Yolg'on gapirma. Apollon, quyosh ma'budi, seni bo'salaring. Nimalar deb aljirayapsan? Bu rostdan ham senmisan, Toni? Ha, rostdan ham men. Juda yaxshi. Juda yaxshi. Bo'ldi qil. Qizlar ham shu yerda. Aha, kutilmagan vaziyat. Hamma jam-jam. Qani raqsga tushib ber, qani. Ajrama. Jeff, biz bilan ketasan. Menga farqi yo'q. Nima desang shu, faqat ovqatlanib olay. Qiladigan ishlar juda ko'p. Nima, shu yerdami? Shu yerda qilmoqchimisan? Buni yoqtirmayman. Britaniyalik ozodlikka chiqdi, u bilan uchrashuvimiz bor. Shunday ekan, o'zingga qara. Ketishimiz kerak, yuvinib ol. Buyruq berishni juda yoqtirasan, Janet. Tashqi ko'rinishi bunga arziydi. Bo'l tezroq, keyin ketamiz. Hech kimga aytmagin u. Ammo hozir xuddi shunday bo'lishini ko'nglim sezgan edi. Nima deyotganingga tushunmayapman-u, lekin seni ko'rganimdan xursandman. Ha, aytgancha meni qanday topdingiz? Ijtimoiy tarmoqdan. Shulardan tezroq voz kechishim kerak. Ha, sen kompaniyamizni boshchisan, lekin hammasini barbod qilyapsan. Kartellardan umuman qo'rqmayapsan. Ular seni taktuking bilan yo'q qilishadi.
Dursin, o'tinaman, meni o'ldirma, meni iltimos. Hech kim joyidan qimirlamasin. Sekin, shovqin solmang. Biz faqat o'zimizni odamni olib ketamiz. joyingdan qimirlama. Biz faqat shu yigitni olib ketamiz, bo'ldi. Qo'y, menga qara lanata. El Gordo uni molini o'g'irlaganini biladi. Eng qizig'i undan hech narsa ola olmagan. Juda ishonarli. Keyin esa do'stingni bizni yotoqxonamizdan topdik, to'g'rimi? Bo'lishi mumkin. Endi hech narsa qila olmaymiz. Axir buni sevgi deyishadi. Aljirama. Qurolingni yuzimga o'qtalma. Hammangiz o'zingizni bosib oling. Sen ham qurolingni tushir. Ha? Sen rostdan ham har bir qizni deb miyangdan darcha ochib qo'yishimni xohlamayapsan. O'sha qiz El Gordoning qizlaridan biri. U hammamizni sotdi, yaram. Buni ataylab qilmadim men. Ha, bilaman, ko'p narsani o'zgartiradi bu. Ammo asosiy muammo pullar giyohvand moddalar nazoratchisiga yetib bormagan edi. Nima deyotganingni umuman tushunmayapman. Ammo vaziyat juda og'ir, buni tushunaman. El Gordoga aytib qo'y. Biz, qo'y. Asabiylashma. Hammasi joyida, birodar. O'zingni bos. Hammasi joyida. Biz hozir ketamiz. Qurollarini tashlasin. Chuchvarani xom sanabsan. Qurollaringni tushir deyapman. Nima qilaylik, xo'jayin? Yo la rompo sin yeso, no soy tonto, no es eso. La perspectiva de la vida me da un gran interés. No soy huevón ni pendejo, soy un imán de reflejo de la gente positiva con el hustle. Y como Qurolingizni tushiring. sigues a tu corazón, sigas a ser happy. Yerga qo'ying. Pues tal vez o de repente te saldrá una idea que sobrepasar Jerez. Buni orzuyam qilma. Bo'ldi, biz ketamiz. Xayrli kech, janoblar. Ularni qo'lga oling. Ortidan. Qani ketdik. Mashinani o't oldir. Voy, seni kutyapmiz. Tezroq hayda, qani bo'l. Qani yur, tuxum bilan mehmon qilaman. Azizam, bizga tuxum qovurib ber. Don. Qoyil. Avvalgidan ancha yaxshi zarbalıyor. Buni qayerdan bilasan? Golfni yoqtirmasding-ku. Yo'q, unday emas. Shunchaki golfga butun hayotimni bag'ishlamaganman demoqchiman. Bu darajada badavlat ham emassan. Ha, shunday. Shuning uchun shu yerdaman. Tushunarli. Demak, sen 9-bosqichga yetib borishga tayyorsan, shundaymi? Qo'ng'iroq qildim. Ruxsat berishdi. Guruhni ham to'pladingmi? Tushunarli. O'leyo, sharmanda. Bundan ham yaxshiroq urardi. Seni yoningda asabiylashyapman. Bo'lib turadi. Kel, bunday qilamiz. Meni klubda kutib tur. O'sha yerda hammasini gaplashib olamiz. Yaxshi fikr. Bu umuman boshqacha. Biznesga o'xshaydi. Biznes? Juda ajoyib, ishonaver. Xo'sh, qaray. Aytyapman-ku, ancha yaxshi, Leo. Rahmat. Ey! Chiqqaningdan xursandman. O'yin boshlandi. Ha, ajoyib. Sulton dengizi. Miyang qayerda edi? Men sevgi og'ushida sarmast edim. Xursandchilik qilayotgandim. Uni o'zi menga gap otdi, unga yordam berdim xolos. Yordam berdimish. Ikkita ahmoqlar. Ismingni o'zgartir. Bilag'on va qo'rqmas bema'ni ofisarlar. Dogon. Unda komendantlik soati emasmidi? Oyog'iga kishan taqib qo'yishgan shekilli. Hakkerlar xohlagan narsasini buzib kira oladi. Ana kelyapti. Mashinani qayerdan oldi? Yoki hamma o'tirib chiqqanlarga berishadimi? U ozodlikda bo'lsa, 5 daqiqaning ichida bundan ham yaxshirog'ini topadi.
Bu joylarda yiqilishimga sal qoldi. Ha, ko'rishmaganimizga ancha bo'ldi, birodar. Ko'rinishing shak emas. Sen ham qolishmaysan. Ko'rganimdan xursandman. Janob Bentley, Janob Brooks. Qoyil. qalaysan? Ko'rganimdan xursandman. Qamoq kurort emasligini hamma biladi. Shunday ekan, bo'lmag'ur gaplarni yig'ishtiraylik. Millioner bo'lish vaqti keldi. Ha, Qoyil qolsa arziydi. Ishni qayerdan boshlaymiz? O'yin boshlandi, janoblar. Ko'ngil xushlik qilamiz. Giyohvand modda nazoratchisining tizimini ishdan chiqarish uchun bizga bir necha yil kerak bo'ldi. Endi ularning oldingidek o'rni yo'q. Bizning yutug'imiz ham mana shunday. Elgorda endi o'yinda yo'q. Uning sindikatlari ham tushib ketgan. Hal qilish kerak bo'lgan bir nechtasi qoldi xolos. Sherif Takir, u bilan muammo bo'lishi Bo'lishi mumkin. mumkin. Hozir odamlar bo'lmag'ur afsonalarga ishonib, bor vaqtlarini internetga sarflashyapti. Selamo ishi bo'yicha biror nima bildingmi? Deyarli hech gap yo'q, faqat Val Center arxividan kimdir nimadir qidiryapti. Mana bu juda qiziq. unda nimani kutyapmiz? Tezroq pullarni qo'lga kiritish kerak. Mayda-chuyda ishlar jonimga tegdi. Axir hammamizga kattaroq pul kerak. Shundaymi? Bu yana nimasi? Biror nimani o'tkazib yubordimmi? Mayda-chuyda deganingiz nimasi? Men axiratiga 5 daqiqa bo'lmadim xolos. Nimalar bo'lyapti? Men bizni fazaviy vaqt o'lchovimizdan kelib chiqqan holda kollektivlar o'zlarining belgilangan joylarini ongsiz ravishda o'zgartiradigan muqobil haqiqatga ishonaman. Mavjud kengaytmani yaratgan holda albatta. Sen menga ishonaver. Bu gaping to'g'ri. Men ham bu bema'nilikka ishonaman. O'zga sayyoraliklar, Prometeylar, 51-hudud, Vortex hammasi bo'lishi mumkin. Vortex deganing nimasi? Kamroq televizor ko'rish kerak. Bu yana nimasi? Bo'lishi mumkin emas, tavba. Bu aniq haqiqat. Yo'q. Bo'lishi mumkin emas, yolg'on. Umuman bo'lmagan gap. Axir bu fantastika, g'irt ahmoqgarchilik bu. Bu paytda unaqa texnologiyalar bo'lmagan. Va to'g'ri, bo'lmagan. O'sha paytda bunaqa lazer uskunalar g'orda yashaydigan odamlar uchun osmondan tushgan. Chiziqlari tekisligini qara. Shoshma, bir boshidan kelaylik. Sen rostdan ham koinotdan o'sha sehrli kosmik mavjudotlar g'ordagi odamlar uchun osmondan tushganligiga ishonasanmi? Ha, ishonaman. Nimasi kulgili? Nega menga tirjayapsan? Buni ilm fantastiqlagan. O'tkazib yubordimmi? U ham Mehr ila. Deymi, azizim, nima qilish kerakligini ayta qol. Pullarimizni olib tezroq bu yerdan daf bo'laylik. Ha. Tortishni ham hojati yo'q. Xullas, quloq soling, reja bunday. Yo'llar ochiqmi? Tekshirib ko'rdingmi? Ha, tekshirib ko'rdim. Senga o'zimga ishonganimdek ishonaman. Ha, mana ular. Anchadan beri kutayotgandim. Ushla azizam, bu senga. Bu esa senga. Yigitlar bilan tanishib olasiz. Ular ikkalasi ham lapashang. Selano barbod bo'lganidan keyin nafaqaga chiqarishgan. Reja paytida 3 kishini otib qo'yishgan. Odamim, ular faqat bitta barga kelishadi deyapti. Shu yerda, Kalacheyada, mana bu yerda. Tezroq ishni tugatsak edi. Shunday. O'sha paytda quyonni rasmini Biroz chizamiz. narsa o'ylab topamiz, xavotir olma. Bunga shubham yo'q. Rashk qilyapsanmi? Biroz. Bu gaplardan keyin seni qo'yib yuborgim kelmaydi. Oy, bo'ldi. Biz nima qilamiz? Hammasi oddiy. Giyohvand modda nazoratchisining eski arxiviga kirib, qattiq disk va men aytgan barcha materiallarni olib chiqishingiz kerak. Tushunarli. Ha, ularning ishi juda ham murakkab edi. 33 million dollarni topishlariga yo'l qo'ymagan bo'lardim. Ustiga ustak sahroda. Sog'liq oldimmi? Agar sen buni tushunsang, o'zingni va 15-bo'limdagi mahbusni masalan kinoda yoki restoranda tasavvur qila olishing mumkin. Aqldan ozdingmi? Ha, biroz. Lekin hazil ma'nosida aytyapman. Norman Batesning asaridagi qo'rqinchli qahramon kabi emas. Tushunarli. U onasini yaxshi ko'rgan, xolos. Men ham shunchaki fikrimni aytdim. Kamarni taq. Xo'p bo'ladi, xonim. Mexikali, Janubiy Kaliforniya. Ay, tan hermosa, vestida de azul, te asomas, me escondo, luego regreso y derrumbas mi soledad, un abrazo muy fuerte de más.
Rahmat azizam. Nima gap? Muhim ish deganing nimasi? Nega meni bezovta Quloq sol. qilyapsan? Britaniyalik ozodlikka chiqibdi. Odamlarini to'playotgan emish. Hozir bildim. U qayerda ekan? Shu yerda, Kaliforniyada. Kaliforniyada? Jin ursin. Ruxsatsiz nima qilayotganini tushunmayapti. Mening pullarim unda. Pullarni sizga yetkazaman. Bu nima deganing? Harakat ham qilma. Uni o'zi kelib qo'lingga tutqazsa ham bu ishni eplolmaysan. Oliviyaga ayt. U bilan gaplashib olishimiz kerak. Menga birorta qo'shiq aytib ber. Chiroylirog'idan. Bruno Mars, por favor. Qayergadir shoshyapsanmi? Ha, navbatchiman, yangi ishchi. Kimni aldayapsan? 100 yil avval buni hal qilganding. Bo'lishi mumkin emas. Eski hisoblarni to'lashim kerak. Men ketdim. Taker, bu haqida orzu ham qilma. Hali tugatmadim. Bill. Sherif Taker yana o'yinda. Bajaraman. Xo'sh ko'ramiz. Bu parollar kirishimizga yordam berarmikin? O'xshadi. Avval xonimlar. Bu la'nati ust-bosh faqat xalal beryapti. Og'ayni nimadir qidiryapmizmi o'zi? Oddiy eshikni. Mana senga eshik. Bu erkaklar hojatxonasi. Suratlarga termulishni bas qil. Biz kirish yo'lini qidiryapmiz. Jon Edgar Guelning rasmlarini emas. Oh yo'q. Bunga bir qara. Seyfni saqlash joyi. Buni esa men topdim. Bu hech qanaqa seyf emas. Ishonmayapsanmi? Unda o'zing qara. Ko'ryapsanmi? Fayllarni ko'pligini qara. Faqat shular. Tomin ketib qoladi. Bunga bir qara. Juda muhim narsa. Bu biz qidirayotgan narsa emas. Jef qo'ysangchi, biz aynan shuni xohlagandik o'sizim. Hop. Ishchilarning hujjatlari kasetada saqlashgan bo'lsa, demak muhim narsa. Bu shunchaki kaseta xolos. Kasetalarda muhim narsa saqlashmaydi. Saqlashmaydimi? Balki disketda saqlashar, ha? Bu disket emas, Ovsar. CD disk, tushunyapsanmi? Buni men topganim uchun meni ahmoq qilyapsan, shunaqami? Biz bunaqa narsalarni qidirmayotganimizni o'zing aytding-ku axir. Unda nima qidiryapmiz? Oddiy xonani, shunchaki xona seyfini emas. Bu xona bo'lmaydimi? Bu omborxona, bizga esa server kerak. Bu-chi, bu server emasmi? Uncha ahmoq bo'lmasang. Mana senga server. Eshitmaydi ham Ovsar. Coachella bari, Kaliforniya. Bor, boshingni borib devorga ur. G'ilay, shuni ham poyla olmading. Ha, sharmanda.
Shunaqa barlarni jinim suymaydi. Senga nima? Ko'ngil xushlik qilishsin. Sen boshlab yubording chog'i. Hali emas dugonajon. Nimayam dirdim. Endi ishga kirishamiz. Senga aytgandim, shu o'yinchog'ingni olmagin deb. Bu kirishimiz uchun yagona imkon. Bu chang yutgich xolos, pastroq gapir. Chang yutish emas, parfyumator. Xudoyim, o'zing parfyumatorsan. Sen o'sha. Bu haqida keyin gaplashamiz. Balki o'zing olib yurarsan. Oramizda eng kuchli sensan. Men esa aqlliman, yo'l qidiraman. Ha, faqat aqling boshqa yerda seni. Ko'p gapirma. Sen ursin. Siz kimsiz? Endi nima qilamiz? Eshityapsizmi? Gapimga qo'shilib tur, chalg'itishga urinib ko'raman. Hech nima janoblar. Shanba kuni kechga ishga chaqirtirilganmiz. Sizlarni chaqirtirishdimi? Dahshat. Hozir birovning ishiga burnini suqmay tursa-da. Endi bu aniq. Yoningdagi lapashang kim? Bumi? Ha. Ha. U meni do'stim. Uni aqli joyida emas. Eshitishimcha, uning onasi yoshligida yiqitib qo'ygan ekan. O'zing qayerliksan? Barselonalik. Bo'lmagan gap, Barselona emish. La'nati gringo. Eshikni yopishni unutmang. Salomat bo'ling. Hozirgina ularga men haqimda nima deding? Seni ajoyib yigit dedim. Kimni aldamoqchi bo'lyapsan? Aldayotganim yo'q. Avval mo'yloving yo'q edi shekilli. Ha, shunday. Balki bu yashirinish uchundir. Kollejda grim darsida juda yaxshi o'qiganman. Aljirama. Qasam ichaman. Stuck in my head, his hands covered in red. My first thought was stop, but instead I said, I'm gonna cut him down. I said, I'm gonna cut him down. I'm gonna cut him down. Xo'sh, biz qidirayotgan xona bundan ancha kattaroq bo'lishi kerak. Hazillashyapsanmi? Qutilarda faqat archa o'yinchoqlari. Bu xona emas, chiqindi xona. Sen nimani kutganding? Serverni omborxona qilishgan. Og'ayni, hech nimani tushunmayotganing shundoqqina ko'rinib turibdi. Nimalar deyapsan? Kartel Sinalova 33 million dollar yo'qolgan o'sha mashina haqida barcha ma'lumotlar shu yerda. Shunday ekan, mana bu matoq bunisi bilan kelishib olguncha biroz sabr qilsang, tezroq bu yerdan ketamiz. Unda tezroq bo'l, seni deb shu yerdamiz. Toni, seni tushunaman. Hammasida men aybdor deb o'ylayapsan. Aslida unday emas. Unda Elgordoni qizini kim zo'rladi? Men, ammo bunda men aybim yo'q. Aybdorsan. Oliviyani Demian orqali taniyman. Bizni Demian tanishtirdi. Shunday ekan, bularni hammasi Demianning o'yini edi. Elgordoni pullardan chalg'itib barcha nishonlarni qizga to'g'riladi. 33 million dollardan ko'ra men va uning qizi bilan munosabatimiz haqida o'ylashi uchun uni 33 millionni sahro bo'ylab olib ketishayotganida nima bo'ldi? Pullar g'oyib bo'ldi, sehr jodudek yoki bu Demianning rejasi bo'lishi mumkin. Uning shaxmat o'yinida biz piyodalarimiz xolos. Sen chalg'ituvchi ishora bo'lgansan. Ha, chalg'ituvchiman. Demian tushmagur, hammasini rejalashtiribdi-da. Va nihoyat buni tushunding. Hozir sen bilan faxrlanyapman. Aqling bor ekan. Ishni tugat, tezroq ketamiz. Ma'lumotlarni yuklab olish. Salom kelishgan yigit. Salom xushchi. Ko'ngil xushlik qilgani kelgandim. Kokteyl uchun rahmat. Arzimaydi. Senchi, sen ham ko'ngil xushlikka keldingmi? Ha, men ham. Qoyil. Qoyil. Qoyil maqom. Hoy, qo'lingizni ko'taring. Meni esladingizmi? Erkaklar uyasidagi ziyofat shunaqami? Biz qayerga ketyapmiz? Qayerga ketyapmiz? Ha, qayerga? Tushunmayapman. To'xtanglar, men bir narsa o'yladim. Qani kecha? Xo'sh. Jinnilikni bas qil. Kap-katta odam bo'lsang axir. Qani azizam, mayli, kela qol, kel. Tezroq kel deyapman. Bo'lmasa qo'limda ko'tarishimga to'g'ri keladi. Kela qol.
Hoy, nima qilyapsan? Xo'sh, Men mashinani olib kelaman. Ularni yukxonaga ortamiz. yaxshi. Jin ursin. Meni unutmadingizmi? La'nati. Dadam britaniyalikni ko'rmoqchi. Damien, bezovta qilmadim deb umid qilaman. Salom Layla. Yo'q, endi ishdan kelib dam olayotgandim. Boshida ko'nikish biroz qiyin bo'lar ekan. Albatta. Bu ish axir. Hammasi joyidami? Aniqmi? Men o'zimni juda yaxshi tutdimmi? Komendantlik soatini o'tkazib yubormadimmi? Bilak uziga tegmadim. Tekshirib ko'raman. Hammasini aytganingdek qildim. Nega bunday to'satdan? Xo'sh, 15-bo'limdagi mahbus. Axir buni o'zing taklif qilganding. Kino haqidagi fikringdan qaytmadingmi? Yana qaytib taqib ketishim ham mumkin. Mayli, faqat seni hisobingdan. Albatta. Hali maosh olishga ham ulgurmadingiz siz ham. To'g'ri. Hey, men cho'milib chiqaman. Faqat tezroq. Xo'p, xonim. Ozodlikka chiqish yaxshi. Ha, yaxshi. Kinoga bormaganimga 6 yil bo'ldimi? ha, 6 yil. U yerda ham ko'rsatishgan, lekin baribir boshqacha. Haqiqiy kinoteatrdek emas. Hamdardman. Avvallari dam olish kunlarimda faqat kinoga tushardim. To'g'ri ma'noda. Har dam olish kunimda, har safar. Ana shunaqa muxlis edim. Yoqtirgan filming bormi? Ha, juda ko'p. Hammasini sana olmayman. Adashmasam, eng yoqtirganlarim Bond haqida. Bundan ko'p narsani tushunsa bo'ladi. Masalan, josuslik, tavakkalchilik, qo'ysang, ayollar. bu aynan men haqimda. Har kuni. William Taker. Ha, Bu Francesco, janob Leoning ofisidan. U bugun kazinoga kelishingizni so'rayapti. kim? Bezovta qilmadimmi? Bizni xoli qo'y. Kabinetda kutibdir. Sherif Taker. Fantasy Sphinx'ga xush kelibsiz. Meni raqamimni qayerdan oldingiz? Nima farqi bor? Gap bunda emas. 6 yildan beri boshqarayotgan poygangizni to'xtatish vaqti kelmadimikan? Qanday poyga haqida gapiryapsiz? Ikkalamizning do'stimiz sizga xabarni yetkazishimni so'radi. Shu masala bo'yichami? Aynan shu. Qanday xabar ekan? Bir necha yillar avval gazetada o'qigandim. Sizni odamlaringiz tomonidan arzimagan marixuana uchun bir nechta begunoh halok bo'lishgan. Shunday bo'lgan. Ha, do'stimiz aytmoqchiki, o'sha ish bugun yakuniga yetadi. Soat 4da. Bu nima? Koordinatorlarmi? Maslahatim o'zingiz bilan qurol olib yuring. Har doim yonimda.
Bu men. Hammasini bajardim. Hacienda El Gordo, Mexicali, Janubiy Kaliforniya. Menimcha yuzimizdagi gung xaltasi. To'g'ri ma'noda aytyapman. Achigan sabzi va gung hidi kelyapti. Bunaqada o'lishimiz aniq. Ovozingni o'chir. Bekorga boshingga xalta kiydirdimmi? Bu jirkanch emas. Men nima dedim? Ovozingni o'chir. Qoplarni yeching. Salom, oqtali yigitcha. Bu yerda nima qilyapsan, Livi? Menga qaytib qo'ng'iroq qilmading. Yo'q, ko'ka, kerak emas. Bas qil! Kerak. Bas qil! Yo'q, bunday qilma, kerak yo'q. Aytgandim-ku, uni o'zi xohlagan edi. Bu to'g'ri. O'zim xohlagandim. Ammo u kecha edi. Bu esa bugun. Dadam sizni boshlig'ingizni qidiryapti. Xonim, biz uni qayerdaligini bilmaymiz. Gapni olib qochmang. Biz bilamiz. Sizlar yana birgasiz. Har doimgidek. Ko'rinishing chakka emas. Rahmat. Quloq soling. Bizni hayvonlardan farqimiz bor, to'g'rimi? Shuning uchun hammasini obdan kelishib olaylik. Bu suhbat uchun 33 million dollar taklif qilishim mumkin. Rozimisiz? Quloq sol, Olivia. Pullar menda emas. Yo'q. Pullarni men olmaganman. Ishonmasang giyohvand modda nazoratchisidan so'ra. Meni xabarim yo'q edi. Balki hammasini ular barbod qilishgandir. Pullarni qayerdaligini ham bilishmaydi. Aytishlaricha Sinaloa molini Solton dengizi o'rtasidagi qandaydir manzilga yetkazishganmish. Boshqa hech kim ko'rmabdi. Bas qilsang-chi. Buni hamma bilib bo'lgan usiz ham. Internetga joylashgan kulgili Por favor, bu endi afsonaga aylandi. Shunday. Sahroga ko'milgan millionlar. Ko'pchilik topishga urindi, ammo foydasi bo'lmadi. Otam u yoqqa maxsus radar ekskavator bilan bordi. Bilasanmi nima topishdi? Hech narsa. Jahlni chiqarishga urinyapsanmi? Topolmading. Ular maxsus belga tushirilgan, ichi tuproqqa to'ldirilgan qoplar topishdi xolos. Yer ostidan. Qani bo'l. Tezroq gapir. Bu nimani anglatadi? Yana nimani rejalashtiryapsan? Bizni pullarimiz qayerda, gapir. Olivia, men hech narsani Bu uni inspektorim. Yo'q, buni ikkinchi qizi bu ahmoq. Otam anchadan beri sen bilan ko'rishmoqchi edi. Xo'jayin, quloq soling, men afsusdaman. Bu sizni oxirgi imkoningiz edi, janob Brooks. Pullarni qayerga berkitding, gapir. Bo'lmasa seni do'stlaring keyingisi bo'ladi. Keyingisi deganingiz nimasi? Oxirgi marta so'rayapman, janob Brooks. Unday qilmang, hayvon. Otam ikkinchi marta imkon bermaydi deyman. Xatoyingni to'g'rilaysan. Keyin kelishishimiz mumkin. Hammasini o'ldiring. Yaxshi, mayli. Pullar qayerdaligini aytaman. Lekin bizni qo'yib yuborishga va'da berasan, hammamizni, mana va ikkita satangni ham. Dada. Yana qanday o'yin boshlamoqchisan? Ikkimiz qachonlardir bir-birimizga qattiq ishonardik. Unda balki menga yana bir marta ishonib ko'rarsan. Sen meni o'g'limdek eding. Juda ham afsusdaman, hayvon. Qizlarim seni olib borib qo'yishadi. Senga qiyin tuyulmadi, shundaymi? Ha, sen haqsan. O'zingni baland bilsang, buni oqibati yaxshi emas. O'zingni hammadan aqlliman deb o'ylasang adashasan. Hozir gap kim aqlliroqligida emas, inim, boshqa narsada.
Gap katta pul haqida. Biz oyiga 30 milliondan ko'proq topamiz. Meni o'sha pullarga muhtoj deb o'ylaysanmi? Yo'q, unday emas. Ammo kechirib qo'yasiz. Bunga hali javob berasiz. Yoki o'sha 33 million dollarni topib berasiz, yoki bu yerdan boshsiz chiqib ketasiz. Xo'p, janob. Bajaramiz albatta. Xo'sh. Biroz sayr qilib kelamizmi? Ha, yaxshi fikr. Termal, Kaliforniya. tush tezroq. Sekinroq. Qani yur. Agar bizni ahmoq qilib bu yerga bekordan bekorga olib kelgan bo'lsang, kuni bitta deyaver. O'zingni boslayla. Qimirla. Qo'lingni tort, ko'ppak. Aytilgan hamma narsani olib keldingizmi? Ha, olib keldik. Kiyimlaringiz unchalik to'g'ri kelmayapti, balki qo'limni yechib yuborarsiz. Bas qil. Ko'ka, Nima bo'ldi? nima deysiz shuni qil. Ahmoqlik qila ko'rma, kalbosh. Agar odamlarimni ham bo'shatmasangiz, bunga bir kun vaqtim ketadi deb qo'rqaman. Qani bo'l. Tezroq qimirla. Sassiqdagi. Xo'sh, endi ularga diskni berganda vaqtinchalik parolni kirit. Nima? Hazillashyapsanmi? Buni orzu ham qilishmasin. Yo'q, ularga pullarni bermayman. Bermayman degin? Jeff, u hazillashmayapti. Yo'q. Jeff, bu nima qilganing? O'lging kelyaptimi? Do'sting to'g'ri aytyapti. O'lib ketasan. La'natlar. Diskda nima bor? Haqiqiy GPS koordinatalar. Umuman yanglishi ko'rma. Aks holda turgan joyingda nariga dunyoga ravona bo'lasan. Ro'yxatga olish ma'lumotlar qabul qilindi. Bo'ldi. Tizimga kirdim. Qolganini o'zingiz qiling. Mening ishim tugadi. Mayli, qayerdaligini ko'rsat. Kuni bo'yi sizlarni kutib o'tira olmaymiz. Jennerson yaramaslar. Ular tizimga kirishdi. Kod 10-0. Bu William Tucker. Bu yerda otishma bo'lyapti. Qo'ng'irog'imni kuting. Bizga madad kerak. Nimalar qilib qo'yding? Ularsiz kerakli joyni topa olmaymiz axir. Esini yegan ofsar. Kimni ofsar deyapsan, kalbosh? Nima, o'lging kelyaptimi? Yo'q, Kuka, to'pponchangni tushir. Odamlaringni tinchlantir. Damian, Ha, siz haqsiz. Hammasi shunchaki emas, siz ham.
Bu iflos ko'zi yaxshi ko'rmagani uchun ikkita begunoh odamni otib o'ldirgan ko'ppak. Oliver, tezroq buyruq bersangchi. Pullarni unut. Unutay? Dadam bizni o'ldiradi. Menga farqi yo'q. Menga esa bor. Men nima qilishim kerak? Parolni kirit, yigitcha. Qani bo'l, bir narsa qil. Shoshmay tur. Yo'q, endi kutishni hojati yo'q. Gapga boshqa ko'rma. Ekranga tega ko'rma, Jeff. Jinursin. Qani tezroq panaga o'ting, tezroq bo'ling. Bu yerdan ketinglar, sizlarga yetib olaman. Gazni bos, tezroq. Yura qol. Yuryapman. Birpas jim tur. Otma. U bilan o'zim shug'ullanaman. Bo'la qol. Bossning qizlari jipda, Sinaloq kartelida, ikkinchi mashinada esa Damian Brooksning hamtovoqlari. Hammasi tushunarlimi? Yaqinlasha ko'rma. Meni yana qo'lga oldingiz, sherif. Shunday deb o'ylaysanmi? Nima deyishingizni bilmayman. Qamoqdan endigina chiqqanding yana kirasan, ammo qancha begunoh odamlar seni deb halok bo'lishdi. Giyohvand nazoratchisi tufayli, la'nat savdogarlar. Yollanma askarlarga ham achinmayman. Ularning kimligi aniq emas. Yo'q. Uyingizga boring. Bu kechani qizingiz bilan o'tkazing. Nima deding? Uyingizga boring. Hayotdan zavqlanib yashang, axir shu uchun yaralganmiz. Buni qo'ldan boy bermaylik. Bu yerda millionlar yo'q. Barcha uringanlarimiz behuda ketdi, Brooks. Bularning hammasi seni rejang edi, shundaymi? Men hozir ketaman. Safarim qaridi. Yo'q, hech qayoqqa ketmaysan. Ketaman. Endi bu o'yin tugadi, janob Taker. Ikkalamiz uchun. Seni belingdan otib tashlayman, o'g'lim. Yo'qotadigan boshqa hech nimam yo'q. O'ylab ham o'tirmayman. Menga hayotingizni ko'p qismini behuda sarfladingiz. Bu meni aybim. Aybimni yuvishga tayyorman. Qarzimni uzishga ham tayyorman. O'ylab ko'ring. Hozirgina Sinaloq kartelidan ikkinchi odamni yo'q qildingiz. U yerda FBR qidirayotganlar yotibdi aslida. El Gordo qizining kompyuterlari ham bor. IP manzillari va kelishuvlari bilan birga. Bu butun sindikatning fojiasi. Bu uchun sizni mukofotlashadi, sherif. Ishonavering, rost aytyapman. Men esa ruhan taskin topaman. Keling, kelishib olamiz. Rozimisiz? Boshqa ko'rishmaymiz. Bilmadim. Pullar nima bo'ladi? Sahroni qayerigadir ko'milgan deyishyapti. Shundaymi? Ha, shunday. Omad yor bo'lsin, janob.
Dia de las Muertes. Ajoyib bayram. Ha, ham quvnoq. Bugun kelganingiz uchun rahmat. Bilaman buni uncha yoqtirmaysiz. Yo'q, unday emas. Bayram juda chiroyli o'tdi. Xo'sh, qizingiz bilan faxrlanyapsizmi? Senga sovg'a olib keldim. Yo'q. Bo'la qol azizam, qani och. U bilan aloqani uzdim, hammasi tugadi. Agar ruxsat bersangiz, faqat otangiz ham bo'lishim mumkin. Rahmat. Qani kel o'zimga. Seni yaxshi ko'raman, Jeymi. Alo, Layla. Demian? Juda katta xato qilyapsan, bilasanmi? Nega unday deyapsan? Chunki baribir sizlarni topaman. Dadam sizlarga qidiruv e'lon qilgan. Mayli. Bu keng olamda tavakkal qilib ko'raman. Nima? Shu arzimagan narsa uchun Britaniyalikni yo'qotgan qizga qo'ng'iroq qilyapsanmi? Senga odamgarchilik sifatida qo'ng'iroq qilyapman. Hammasi tugadi, shuni aytmoqchi edim. Adashasan. Seningcha endi kim xo'jayin? Tabriklayman. O'yin davom etadi. Bor gap shunda, o'yinlar jonimga tegdi. Ammo sendan bir narsani iltimos qilaman. Opang qayerga ketdi? ¡Maldita! ¿Cómo me pudo hacer esto? Hammasi joyidami? Ha, Biz buni uddaladik. Are you ready? Senga qoyil qolmay ilojim yo'q. Qalaysan? Shampan ichasanmi? Mayli. Seni ko'rganimdan boshim osmonga Men ham yetdi. xursandman, og'ayni. Xonimlar juda maftunkorsiz. Qani olinglar, meni gapni hisobimda. ham olasan-da. Ana va nihoyat Ko'rganda keldi. xursandman. Men ham qadoq ko'taramiz. Men ham qolib ketmay. U ham shu yerda. Ho, salom. Oh, buni qarang, qizaloq qo'limizda. Hoynahoy dadamni jahllari chiqayotgan bo'lsa kerak. Xo'sh, janob Brooks. Buni qanday uddaladingiz? Balki sen aytarsan. Yo'q, qo'y, o'zing aytaver. Sen aytib bera qol, men charchadim. Mayli. Biz Demian bilan ko'p yillardan beri dadangga giyohvand modda yetkazib beramiz. Giyohvand nazoratchisining operatsiyasidan xabar topgach, uni ishidan bo'shatish haqida o'ylab qoldi. Do'stimiz Leo yuk tashuvchilarning boshlig'ini yaxshi taniydi. Salom, Pol. Ko'rganimdan xursandman. Bu senga. Yigitlarga aytib qo'y. Keyingi partiya payshanba kuni. Aytaman, hozirdan tayyorgarlik boshlashadi. Rahmat. do'st. Mashina yuvish shoxobchasi biz uchun eng qulay joy edi. Mashinalar u yerga kirib, keyin esa sahro tomon yo'l olishardi. Pullarni tuproq bilan almashtirib qo'ydik, lekin kimdir aybdor bo'lish kerak edi. Qamatmassizlar har holda. Mana bu kutilmagan ish bo'ldi. Ha, bunday bo'lishi mumkin emas. Men bo'lsam afsuslanmasdim. Hamma aybni o'z bo'ynimga oldim. Bu dramani ikkinchi bosqichiga o'tish uchun Jeffga ko'maklashdim. Dadangni tunaganimizni u hech qachon kechirmasdi. Biz buni bilardik. Do'stim esa uni qizidan foydalandi. Ozodlikka chiqishim bilan menga xabar qilish kerak edi. Ma'lumotlar joylashtirilgan diskda faqat kartel uchun virus trackerlari bor edi. Anavikki giyohvand nazoratchilari esa Yomon odamlar. endi buni foydasi yo'q. Ular odamlarni kartel byurog'iga asosan o'ldirishlarini bilardik. Ular yuk qayerdaligini rostdan ham bilishardi. Ammo ular sherif qanday qilib seni chuv tushirmoqchi ekanligini bilishmasdi. Umuman, Bu yerda yana seni opang inspektor bo'lib qoldi. Buni kim o'yladi ekan? Eso es para ti. Me traes a ese cabrón y punto final. Los quiero aquí mañana. ¿Me entiendes?
Umuman olganda biz hammani bir joyga yig'ish uchun sherif Leyladan foydalandik. Kutganimizdek sherif o'z yurishini amalga oshirdi. U bizni qutqarib, o'zi ham omon qoldi. Ikkimizga kelsak azizam, sen erkinlikni xohlaganding, opang esa xo'jayinga aylandi, ammo hali ham qoni chanqoq. Biz endi millionermiz. Xohlagan joyimizga yashirishimiz mumkin. Bunisi tushunarli, lekin pullar qayerda? Kimdir aytadimi? Men aytaman. Men bu pullarni 5 yildan beri kutardim. Eng boshidan pullar meni kazinoyimda saqlanardi. Hech qanaqa giyohvand nazoratchisi, FQB, eski kovboy politsiyachilar ham unga yaqinlasha olmasdilar. Shahar afsonalari bizning bor budimiz. Ular faqat orzularimizni ro'yobga chiqarishadi. Pul, xazinalar bularning hammasi Gollivud kinolariga Pullarimiz qancha o'xshaydi. bo'ldi? Foizlari bilan 51 million 200 ming dollar. Oh, bu menga yoqayapti. Qani, o'zimiz uchun. Omadimiz uchun. Xo'sh, yigitlar, endi qayerga yo'l oldik? Chap oyog'ing qayerga xohlasa o'sha yerga. Ha, sen tanla. Men biroz mizg'ib olaman. Asosiysi u yerda quyosh charaqlab tursa bas. Dada. Men Oliviyaman. Oliviya? Jackpotni urish